sizlarga bitta loyiha taklif bilan chiqdim. Men kubik rubiklardan noodatiy suratlar chizaman. Videoning kommentariyasida Alisher Sadullayev tomonidan "Endigina abad Husan sizga" deb yozib qoldirilgan kommentariy meni shu darajada ruhlantirdi. Xullas o'rtoqlar, Zomin stadionida Manchester City klubi a'zolarini yotqizdirib 15 mingta kubik rubiklar orqali chizmoqchiman. Zominda chiqarmoqchi edim Manchester City'ni. Siz yozdingiz 10 daqiqaning ichida yozdi Alisher Sadullayev. Sizga qaysi stadion kerak? Aytib keting shuni. Chempionlar stadionida 15 mingta kubik rubikdan Manchester City'ning o'sha dunyoning eng mashhur futbol komandasini chizyapmiz. Sababi biz bu narsani network qilsak butun O'zbekiston ko'rishligi uchun xizmat qiladi bu video. Agar biz Manchester City'ni chizadigan bo'lsak, O'zbekistonda Bunyodkor stadionida 15 mingta kubikdan shuncha 12 ta portret chiziladi. 12 ta portret dunyo miqyosida chiqadi. O'shaning uchun Guinness rekordlariga qabul qilingan. 2021-yil dekabr oyida Alisher Sadullayev Zominga borganingizda, shogirdlaringiz qo'lingizga borganingizda, menga bejuz kurs topshiriq berdi. Alisher Sadullayev kelib, "Sen loyiha qil, loyiha bilan oldiga chiqasan" dedi. Endi 10-sinf edim. Va o'shanda 3 kun tayyorgarlik qilganman. O'shanda avtohalokat bo'ldim. Siz bilan ko'risha olmadim. O'shandan keyin men niyat hozir shuning uchun qaldiryapman. 1,5 yil davomida uyda yotib qoldim. O'sha avtohalokatdan eng yaxshi, eng shirin damlarni uyda o'tdi. Va mana oldilaringda turishimga sabab bo'lgan narsa, men o'ylayman, avvalo o'sha avtohalokat va 1,5 yil davomida o'zimga kerakli juda ko'p narsani o'rgandim va oldilaringda turib qolmadim.